Ushbu loyiha Xalq bank hamkorligida Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani O'qchi MF 125-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda yer yong'oq ekilgan, maydoni hajmi 10 gektarni tashkil qiladi. Uzunligi 490 metr, bo'yiga 185 metr. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqish holatida. Ekinlarni yetishtirish 125 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga dehqon xo'jaliklari ham jalb qilingan bo'lib, ularda hammasi yillik daromadi olinganda 51 milliondan oshiqni tashkil qiladi. Bu yerga lider tadbirkor ham biriktirilgan bo'lib, Original Corporation ishlab chiqarish kooperativi biriktirib o'tilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan yaxshigina daromad qabul qilib olinadi. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlarini yanada oshirib boriladi. Yaqindan ko'rsatib o'tamiz yer yong'og'imizni.